Hop, davom etamiz. 12-variant ekan. Hammamiz testlarimizni oldimizga olamiz. Birma-bir o'qib bajarishni boshlaymiz. Ma'lum miqdordagi nukleotidga ega bo'lgan DNKning birinchi zanjiri dedi. Mana DNK ni chizib oldim. Modelning ko'rinishini teng. Nisbat berib qo'ygan 2 4 3 mana 2x 4x 3x ga teng bo'libdi. Va ikkinchi zanjirdagi adenin, ya'ni ikkinchi zanjirdagi adenin mana timinni qarshisiga tushadi. Shuni foizi qancha ekansa, umumiy nukleotidi 8 dan 1 ekan. 1 8 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsam bu 12,5% ekan. Demak, mana timin ham uni qarshisida 12,5% tashkil qiladi. Bitta DNK zanjiri 50% bo'ladi. Shuning uchun mana 50 dan 12,5 ayrsam, mana ularga yig'indisiga 37,5 qoladi. Bularning yig'indisi 37,5% qancha? Hamma x qo'shsam 9x ga teng bo'ladi. Mana 12,5% ni topsam 3x. Demak, DNK ni bir tarafda jami 12x nukleotid bor ekan. Va ma'lumotda aytayapti, qarang. Ushbu DNKda fosfodiefer bog'lar vodorod bog'lar soni 632 taga kam bo'ladi, deyapti. Birinchi o'rinda nimani topishim? Vodorod bog'ini. Umumiy nukleotid, ya'ni 12x ga ko'paysam 24x. Unga mana bu guanin bilan sitezin yig'indisi 7x qo'shadigan bo'lsam, 31x vodorod bog'i beradi. 24x dan 2 ni ayrsam bu fosfodiefer bog' degan. 31x dan mana uni ayiradigan bo'lsam 630 ga x hisoblasam x ni 90 ga teng. Endi hammasi aniq degan x chiqdi degani. Demak, 33-savolga o'tadigan bo'lsam, DNKdan sintezlangan oqsil molekulasidagi peptid bog'lar sonini so'rayapti. 24x ni 24 90 ko'paytiraman 2160, uni 6 ga bo'lsam 360, undan 1 ayirib qo'yadigan bo'lsam 359 bu peptid bog' sonini beradi. Shu DNKdagi vodorod bog'lar soni, o'zi vodorod bog'imiz aniq edi. Qayerda mana 31x midi? 90 ni 31 ga ko'paytirsam 2790. 35-savol. Ushbu DNKning uzunligini toping. 24x imiz qanchaga teng? 2160 ga teng edi. 2160 ko'paygan 0,17. Bu demak uzunlik qanchaga teng ekansa 367,2 ga teng bo'lyapti. Bu nima desa, bu DNKning uzunligi. Xo'p, shu bilan 36-savol. Ayro bosishda Loviyada deyapti, moshga qaraganda 12 ta kam, no'xatga qaraganda 14 ta ortiq ATF molekulasi hosil bo'ldi. Bundan belgilab oldim Loviyani x qilib. Mosh undan ko'p bo'lgani uchun +12, no'xat undan kam bo'lgani uchun -14. Mana uni hammasini qo'shadigan bo'lsam, ulardagi umumiy ATF 190 ga teng bo'lishi kerak edi. Buni qo'shib turib, mana 190 ni bo'lib yuboradigan bo'lsam, x imiz 64 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda so'ralayotgan narsa nima? Hop. No'xatni xloroplastida hosil bo'lgan nima kerak ekan bizga? ATF ni soni kerak ekan. O'zi bu ayro bosishida. No'xatda xloroplasti deganlik uchun mana x -14 ku. 64 dan mana 14 ayirib olsak 50 ta bo'ladi. Xloroplast biz bilamiz, undan 30 marta ko'p bo'ladi. Shuning uchun buni 30 ga ko'paytirsak 1500 ga teng bo'ladi. 37-savol. Chang donasining 40% dan changlanishda ulardan hosil bo'lgan spermiyni 50% ishtirok etdi. O'simlikda 264 hosil bo'ldi. Urug'dan ketaman, chunki yechimda son bor. 262 ko'paytirsam 520 ta spermiy bo'ladi. Bu spermiyni hammasi ishtirok etmagan, ya'ni 50% degan. 50% teng yarmi degan. 2 ga ko'paytirsam jami 1040 ta spermiy bo'lgan. 1040 ta spermiydan changga o'tish uchun bitta changdan 2 ta spermiy hosil bo'ladi. 2 ga bo'lsam 520 ta chang bo'lgan. Bu changlar umumiy changning 40% bo'lgan. 100% ni topsam 1300 ta chang bo'lgan. Endi so'rayapti bizda dastlabki, ya'ni birlamchi jinsiy hujayraga mikrosporasiya sonini so'rayapti. Bittasidan 4 ta mikrospora, 4 ta mikrosporadan 4 ta chang hosil bo'ladi. Shuning uchun 1300 4 ga bo'lib yuborsam 325 ta bu mikrosporasiya sonini beradi. 38. 218 bo'lgan. Hop, anormal bo'linishda 2 va 6 juft xromosomi bir qutbga o'tib qolgan. Ya'ni mana 9 tadan 9 tadan bo'linish kerak edi. Bir tarafga 2 ta ko'p, bir tarafdan 2 ta kam ketib qolgan. Shunda bir tarafda 7 ta, bir tarafda 11 ta. Va o'sha ko'payib ketgan tomondan tuxum shakllandi. Demak, 7 talik yo'naltiruv tanaji bo'lgan. Mana 11 ligidan tuxum bilan bitta yo'naltiruv tanaji chiqib ketgan. Endi shundan hosil bo'lgan markaz deyapti. Biz bilamiz, mana tuxum hujayra endi mitoz bo'linadi 3 marta o'rta haldan hosil qiladi. Bu degani mana shu n ni o'zidan 8 ta hosil bo'ladi. Shunaqasidan ikkitasi qo'shilsa markazga aylanadi. Shuning uchun buni 2 ga ko'paytirsam mana 22 markazdagi umumiy xromosom soni bo'ladi. Agar urug'langani normal bilan desa 22 + 9 olasiz. Shu holatda hisoblab ketilaveradi. 39-savol. Ikkita DNK o'rganilgan, birinchisi EKR bilan, ikkinchisi BAMH1 bilan kesilyapti. Umumiy kesilgan nuqta 15 ta. Endi qarang, agar bitta DNK bo'lganda edi, bo'laklar soni kesilgan nuqtalar sonidan bittaga ko'p bo'ladi hisoblardim. Har bir DNKda bittadan ko'p bo'lganligi uchun ikkita DNK hisobiga 2 nuqtani ayirib tashlayapman, ikkita bo'lak sonni. Shuning uchun 15 - 2 bo'lib 13 ta umumiy kesilgan nuqtaga teng bo'ldi. EKR1 x marta kesgan, BAMH1 y marta kesgan. Yig'indisi 13 ta nuqtadan kesilgan. EKR1 bitta keskanda 8 ta vodorod bog'i kelsa 8x, BAMH1 bo'lsa 10 y ga teng bo'ladi. Tenglamada nechta vodorod bog'i kamaygansa 116. Nimaga kamayadi vodorod bog'i? O'zi kesilgan hisobiga. Kesilgani 116 ga teng. Hisoblasam x im 7, y im 6 ga teng bo'ladi. Bu degani EKR1 7 ta nuqtadan kesgan,
BAM H1 6 ta nuqtadan kesgan. Va aytyapti bu jarayonda birinchi DNKda nechta vodorod bog'i uzilgan? Birinchi DNKni kim kesgan o'zi? EKR1 kesgan. 7 ta nuqtadan kesgan bo'lsa, har bitta keskanda 8 tadan bog' uzilgan. Shuning uchun 7 kira 8 56 ga teng bo'ladi. 40 savolni o'qiydigan bo'lsak, endi qarang, juda chiroyli masala chiqqan. Plazmid tarkibida 1250 juft nukleotid bo'lgan. Bu 1250 juft nukleotid degani 2 ga ko'paytirib olsam 2500 ta nukleotid bo'lgan. Shu plazmidga yod gen kiritildi. Endi mana bu yerda mana yod genni chizib oldim. Yod genni tarkibida sitozin nukleotid soni 60% ga ortyapti. Qo'shilgandan keyin yod genni tarkibida 10% teng bo'lgan. Demak, sitozin 40% ga teng bo'lgan. Guanini bilan sitozin o'rtasida 1800 vodorod bog'i yechim beryapti. 1800 ga bo'lsang 600 ta nimasi bor? Guanini bor deyapti. 600 ta guanin, mana sitozin 40 bo'lsa, mana ham 40 bo'ladimi? 40% bo'lsa 100%. Demak, yod genni tarkibida jami 1500 ta nima bo'lgan? Nukleotid bo'lgan. Uni 10% mana timin yoki adenin bo'ladi, 150 taga teng bo'lgan. Endi qarang, mana shu joyda ma'lumot zo'r ketyapti. Yod gen kiritilganda sitozin nukleotid soni 60% ga ortyapti-da, o'zi uchun, mana bu dastlabki o'zi plazmid uchun 100% deb hisoblasam, guaninni o'zi uchun, u reaksiyadan keyin 160% gacha ortyapti, 60% qo'shilyapti. Shunda o'rtada farq nechini beryapti? 60% beryapti. 60% nimaga o'xshayapti? Mana bu yod gen tarkibidagi sitozin qo'shilganda, guanin qo'shilganda. U nechta edi o'zi? Desa mana 60%imiz bizda mana 40% mana 60 600 taga teng bo'ldi. Shu 600 taga teng bo'lgan. Mana uni 100% ni topadigan bo'lsam, demak qancha bo'lgan desa, buni 1000 taga. Demak, mana dastlabki nukleotid tarkibida guanin nechta bo'lgan? 1000 ta bo'lgan. Sitozin 1000 ta bo'ladi. Qo'shsam 2000 ta bo'ladi. 2000 ni mana 2500 desam 500 qoladi. Mana 200 bo'lib bersam 250 tadan bo'lgan. Keyin masala shartini qarang oxirida. Hosil bo'lgan yangi plazmid tarkibidagi A nukleotidlari deyapti. O'zini A'si 250 ta edi. Mana undan adenin 10% 150 ta qo'shilyapti. Qo'shadigan bo'lsam 250 150 400 taga aylanyapti. Nukleotid, umumiy nukleotidning qanchasidan chiqadi? O'zi umumiy mana unda nukleotid 2500 ta edi. Bu yod gen tarkibida 1500 ta bor. Qo'shsam 4000 ta. 4000 dan 100%, 400 tamiz qancha desa 10% ga teng bo'ladi.